Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabı dersimizin devamında bugün yanıla ilim hakkındaki kitabını okuyatımız. Bu ilim hakkındaki kitapta tüvendik babını oturup koyaptı. Bu babının ki mənisi mundaq. Yani ilim ügünüş üçün, ilim izdep səpər qilish haqqında deydi. Bu yerdə xuruj degan söz işletilgan. Xuruj sözü chiqish ma'nosida, ya'ni ilim izlab chiqish, ilim o'rganish uchun chiqish ma'nosida. Bu yerdagi chiqish har qanday safarni o'z ichiga oladi. Mayli dengizda safar qilsin, mayli quruqlikda, mayli havoda, hammani o'z ichiga oladi. Bu yerda hamda dengizda safar qilgan va quruqlik safar qilgan ikki holatni akilibdi. Akilish orqali Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ilim öğreniş için sefer qilish, yut atlash qatorliq taraflarni, buningki ortiqchiligi, buningki fazilatini bayon qilmoqchi bo'lyapti. Chunki Jabir ibn Abdullah bir oylik yo'lni mang'an ekan. Bir hadisni öğrenish uchun. Ya'ni Abdullah ibn Unays degan sahobaning qishiga shu bir oylik safarda minib shu yerda hadis öğrenib kelgan ekan. Bir hadisni. Endi Jabir ibn Abdullah o'zi Ansari sahobalardan Madinada yashagan. Abdullah ibn Unays bo'lsa, bu kishimi o'zi Ansari qabilasidan emas, ammo Ansarilarga ittifoqdosh. Undaqda bu odammi Ansari bo'ladi. Chunki hali 70 nafar Aqaba baytiga qatnashgan sahobalarning ichida bor, Uhud qatnashgan, Uhuddan keyin urushlar qatnashgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir necha qatimliq partizanlik urushlarda bu odamni avatgan. Hamda bu odamning 25 ta hadis va ilmiy jihatdan tuhfa zo'r deyishki bo'ldi. Hamda Abdullah ibn Unays keyingi mezgilda Şam'da yaşagan ki Şam'da. Ama Medine'den Şam'a bir aylık seferde Jabir ibn Abdullah ibn Unays'ni izlep bağlan. Bağa vaxtida hatta şu Şam'a bir çimin ayetdi xili köp tayyorliqni qilganda, yaxshi to'gilarni setib olgan. Tugini setib olib, shu bir oylik yo'lni minib Şam'a berib Abdullah ibn Unays'niki shu ishki vaqtiga Badım bakende, şununla. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis anlatıp kense, ben şu hadisi senden bir anlay dep keldim. Bu anlamay ülep gitiştim, bek ensirdim. Dep soğanı soğandın kin, Abdullah ibn Anis, tövenlik hadisini dep pegende. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'deki mundaqtı gellikini anlayan edim. Allah subhanahu ve teala bendilerini mahşergahda yığıp bulup, bulanı Həmmə adam, yıraqdakı adamlarni anlayalıqdak, yaqindagi adam anlayalıqdak, yoki yaqindagi adam anlagandek, yıraqdakı adam anlayalaydigan şekilde ular to'laydi deydi. Men podshoh, men dinni tushuvchi podshoh deb mushtad deydi degan hadis. Mush hadisni anglash uchun Abdullah ibn Anisning qishig'i bo'lgan. Bu hamda o'rganish tegishlik bir ortiqchilik hamda ilmga bo'lgan intilish. Sahabalardan şu kişi, şu evvel yaxshi örnek bulalaydı demekçi İmam Bukhari. Yani bunu texmi betiş için 78. numaralı hadiste İmam Bukhari rahmetullahi aleyhi şundaqdaydı. Bizge Ebul Qasim Halid ibn Khali Hamis'nin qazisi. Bu zat hadis sözlep bergen ediyi deydi. Bu kişi İmam Bukhari'nin ustazlardan özü Hamis'niki qazisi, Hamis degan hozirgi Suriyaniki Halep'te yaqin rayon hamda. Ulamolar baho bergan vaqtida bu kishiga Rosjel degan baholarni bergan. Shu davrniki yetuk muhaddislardan bo'ladi undaqda. Endi bu zot deydi bizga Muhammad ibn Harb hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu kishining tarjimasi boshida o'tdi. Bu zot deydi bizga Avza'i hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zat aynı davrdagi Şam diyoriniki dağlıq katta faqisi ham muhaddislardan ismi Abdurrahman ibn Amr ibn Yahmud al-Avza'i nabilan. Avza' degan bu Şamdagi kichik bir jutniki ismi. Shu jutqa o'zi tabi qilib bir qishloq hamda. Shu qishloqqa o'zi tabi qilib ataganda nisbat berib. Aynı davrdagi hamda buyuk tabiiy tabiinlar qatoridagi olimlarning biri. O'zi Damashqda tug'ilgan, keyin hozirgi Libnondagi Beyrutda yashab, shu Beyrutda hamda mujohid bo'lgan arliqda. Shu mujohid ayni vaqtda hamda Rimniki muhim qal'alari joylashgan. Hozirgi masalan Rimning ta'siri bor Libnonda. Nima deganda, chunki xristian diniki qoldiqlari nihoyat ko'p Libnonda, cho'ng cherkovlar borda.
155-yili Ebu Ja'far al-Mansur'niki zamanında ölüp ketken. Buna ait yetuk ulama, bunun özgü layık nurgun fiqhi ko'z qarashlari, mazhablar bo'lgan, lekin bu mazhablarning shogirdlari keyingi mezgillarda ko'p saqlab bo'lgan. 13 yosh vaqtida fatvo berishga boshlagan ekan bu odam. Bu odamniki 80 ming dona masalaga fatvo berganligi xotirlangan. Bu 80 ming dona fatvo masalalari qoldirilmagan. Kitob yuzlarida keyin balkim yo'qolgan, ko'dirilgan, shogirdlari yaxshi qarab bo'lmagan bo'lishi mumkin. Bu odamniki o'lib ketishi nihoyatda ichinishliq. Bir kun sen bir monchiq kirdigan, monchiq kirgandan keyin bu monchikash talog'i ishkini taqab qo'yib chikitib qilib, shu oraliqda unda ya o'tib ketganmi, nima bo'lgan shu kirsa, qiblaga oldin qilib, shu o'ng qo'lni shu yostiq qilib, qibla qarab o'lib ketgan holda uchratgan ekan. Demak, bu odam shu suvda o'lib ketgan, suv jarayonida. Bu adam dedi bizge Zuhri hadis sözlep bergan dedi. Zuhri'nin ismini köp öttü. Muhammed ibn Muslim ibn Şehab Zuhri, büyük ulamalardan. Bu adam Ubeydullah ibn Abdullah ibn Utbet ibn Mes'ud'din rivayet kılıyordu. Bu kişi Abdullah ibn Abbas'din rivayet kılıyordu da. Ama tüvendeki bu hadis başta bir ötep boğan Hızır Aleyhisselatü Vesselam'ın kıssıda. Lekin başta ötken vaxtıda ayrım bir isnat bilen raviler bilen. Bu yerde bir ayrım bir ravilerden bayan kılıngan. Başta Maya hadiste mesela Ebu'l Qasim Halid ibn Halid'e rivayet kılıngan bolsa İmam Bukhari'nin bir ustazı. Başta Muhammed ibn Gharir diye ustazını rivayet kılıngan. Okşamaydıgan tarafları bu isnadi cihetten ayeti köp. Hem şundaqla bazı sözlerdi mi o hadisin ki öz bir olgan bilen bir yerde işletilgen sözler yani okşamaydı. Mesela başta Resulullah'dan anılgan metni degan ibaretlik kelgan baştaki hadiste. Lekin mayadagi hadiste Peygamberimizden anılgan metni deb başta Resul meyadi Nebi kelimesini işletken. Ondan başka başta mesela biliqqa agashgan degan labz ishlatgan da baştaki hadiste. Lekin meyada biliqning iziga agashgan degandek. Demak bir necha yerdan o'xshamaydigan so'zlikka iboratga o'xshamaslik bor, lekin ma'nosi hammasi o'xshash. Hamda hadisniki mazmuniga kelsak, Abdullah ibn Abbas bilan Hurr ibn Qays ibn Hasan al-Fazari degan kishi Musa alayhisolatu vassalamning bu hamroyi haqida talash tortish qilib qolibdi-da. Shu oraliqda Ubay ibn Ka'b bularning qishidan o'tibdi. Ubay ibn Ka'bni Abdullah ibn Abbas chaqirib mundaq debdi. Mening ma'bud do'stim Musa alayhisolatu vassalamniki sahibi hamroyi haqida biz talash tortish qilib qoldik. Eliqi Musa alayhisolatu vassalam qanda uçqishma deb Xudodan yo'l so'rgan eliqi kishi kim edi? Rasulullohning mushaqda bir narsa deganini sen anlaganmiding deb so'radi. Ubay ibn Ka'b javoban ha, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki u vaqtda mundaq deganligini anlagan edim. Orada Musa alayhisalom Bani İsrail'den bo'lgan bir top jamoat bilan birga turadi. Bir odam kelib so'radi. Sendin ma'lumroq bir odamni bilamsan dedi. Musa alayhisalom yo'q degandan keyin Allah subhanahu wa ta'ala Musa aleyhissalatu vesselam bu vahiy tushirib undaq emas. Bizning bandamiz Xizr olim dedi. Shuning bilan Musa aleyhissalatu vesselam Xizr bilan uchiqish haqida Xudodan yo'l so'rdi bu yerda. Allah Taala Musa aleyhissalatu vesselamga bir beliqni belgi qilib berdi. U Musaga qachoniki beliqni sen yo'qitib qo'ysang darhol qayt. Şu vaqtida sen Xizrni topsan deyildi. Musa aleyhissalatu vesselam dengizda beliqning izini bo'ylab erishib minib o'tib, shu oraliqda hamda bo'lsa orom elib uxlab qolgan vaqt bo'ldi. Uyg'ongandan keyin bo'lgan voqea bu. Shu vaqtida Musa aleyhissalomning yigiti, hali xizmatchisi Yusha Musa aleyhissalatu vesselamga mundaq dedi. Biz eliq toshning qishig'i bir berib baqsaq bo'lib turgan qanday qaraysa, men beliqni unutib qopdim-a. Biz faqat bu shayton unutildirib qo'ydi bizni. Deb shunaq degandan keyin Musa alayhisalom bizning izdiginimiz mana shu deb darhol bo'la kelgan izni bo'ylab mangdi dedi. Shu vaqtida bu ishkaylan Xizr alayhisolatu vassalamni uchratdi. Mana mushu ikkisiniki Alloh subhanahu va taolo so'zlab bergan qissa kitobda, ya'ni Qur'onda Sura Kahfdagi mazmunlar mushu shularniki hikoyasi edi deb bunu yani Abdullah ibn Abbas bilan Hurr ibn Qaysning orasidagi munozirada Ubay ibn Ka'b chiroyli ravishda hal qilib qo'yapti bu yerda.
Hem İmam Buxoriy rahmetullahi alayhi bu hadisni boshda aytgan vaqtida bu hadisdan beshiga ayrim bab qo'ygan. Ya'ni Musaning Xizrga dengizda safar qilishi, berishi deb qo'ygan. Ammo bu yerda o'xshamaydi. Bu yerdagi bab ilm o'rganish uchun safar qilish haqida deydi. Hamda hadisdan olgan mazmunlar har xil bo'lg'achqa har bir hadisni keltirgan vaqtda uni ayrim bab keltirgan. Bu yerda ilm talab qilishning fazilati haqida bu qissani rivoyatni bayon qilib o'tgan. Ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.